Yo Rab, senga quvvatimni zaifligidan shikoyat qilaman. Yo Rab, o'zing quvvat ber, nusrat ber, tavfiq ber. Bu insonlarning yuzidagi g'am, tashvish, horg'inlik, umidga qarang. Insonni ich-ichini o'tmas pichoq keskani kabi bunchalar og'ritadi-ya. Bu ko'z yoshlarni ko'rib daryoda cho'kayotgan inson kabi bo'g'zimga suv tiqiladi. Oila davrasida o'tirib, shirin taomlarni yemoqchi bo'lganimda, och farzandini bag'riga bosib, tezroq tong otishini kutayotgan ona esimga tushib qolsa, yeyayotgan taomlarim ham bemazaga aylanadi. O'zimni gunohlarim yelkamga katta harsang toshday og'irlik qilayotgan bir paytda qiyomat kuni bu ko'z yoshlar haqida Alloh taolo mendan so'rasa qanday javob beraman? Bilmayman. Qanday bahona qilaman? Axir u kunda adolat tarozisi o'rnatiladi-ku. U kunda yolg'onlar, tanish-bilish, aka-ukachilik foyda bermaydi-ku. Ya Alloh, bu ne'matlarni zararimga hujjat bo'lishidan o'zing saqla. Qalb ko'zimni ko'r qilib qo'ymagin ya Robbal alamin. O'zing duolarimizni ijobat qil.